rangin odam, rangin fikrlarni, rangin mulohazalarni tinglashni, eshitishni, aytishni zavq shavqi bor. Ana shu zavq shavqdan bahramand etish ilinjida turgan navbatdagi ma'ruzamizga murojaat qilaman. Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyoti universitetining prorektori, filologiya fanlari doktori, professor Nurboy Jabborov. Marhamat. Lazizjonning mana shu dunyo mamlakatlari degan kitobining menda 3 ta nashri bor. Yani bugungisi bilan qo'shib 3 ta nashri bor. U dastlab ustoz Akmal Saidov aytganlaridek juda yupqa, kichkina bir hajmda edi. Keyin ancha kattardi va hozirgisi juda muhtasham kitob bo'lib haqiqatan men endi kitobni olgandan buyon oilaviy o'qiyapmiz bu kitobni. Shuning uchun juda ham katta bir haqiqiy ma'nodagi kitob bayramiga arziydigan bir ensiklopedik asar bo'lganini alohida ta'kidlagim keladi. Men o'ylayman, mana shu milliy harakat, kitobxonlik umummilliy harakatini yanada jadallashtirishga xizmat qiladigan bir kitob ekanligini alohida ta'kidlagim keladi. Va hozirgina aytildi, dunyoning 6 qit'asidagi 236 ta davlat va o'z-o'zini boshqaruvchi hududlar haqidagi ma'lumotlar, eng muhim ma'lumotlar jamlangan aytildi kitobda. Va ta'kidlash kerak, bu yerda hudud jihatdan eng katta hisoblangan dunyo mamlakatlarining ichida 17 million 1 ming kvadrat kilometrni egallagan Rossiya Federatsiyasidan eng kichik hududga bor yo'g'i 44 gektar yerga joylashgan Vatikangacha bugungi dunyoning eng taraqqiy etgan davlatlari Amerika Qo'shma Shtatlari, Xitoy, Buyuk Britaniya, Germaniya, Fransiya, Yaponiya va Janubiy Koreya singari davlatlardan nomi kam qo'llaniladigan bir davlatlar va hududlar Aruba, Behr, Benin, Fiji, Jersey, Djibouti, Nauru va Samoa kabi hududlargacha ma'lumotlar o'rin olganini alohida ta'kidlash kerak. Har bir mamlakatning, har bir hududning demak poytaxti, uning hududi qancha kilometrni tashkil etish, kvadrat kilometrni. Poytaxti aholisining soni va etnik qatlami, rasmiy diniy va milliy bayramidan mustaqillik kuni va kimning mustamlakasidan ozod bo'lganigacha, pul birligi, telefon kodi, internet domenidan boshqaruv shakli va ma'muriy bo'linishigacha, joylashuvi va tabiatdan tarixiy va iqtisodiyotigacha, tashqi siyosatidan O'zbekiston bilan bevosita demak aloqalarigacha bo'lgan juda ham muhim ma'lumotlar. Va bulardan tashqari yana muallif e'tiborga molik ma'lumotlar deb yana bularga sig'magan ma'lumotlarni ham beradiki, bu demak kitobning qanchalik katta ko'lamdagi bir materialni o'z ichiga olganidan dalolat beradi. Men shu o'rinda Hazrat Alisher Navoiyning Farhod va Shirin dostonida Shoh G'arib Mirzoga bag'ishlangan bir bobi bor. Husayn Bayqaroning o'g'li Temuriy Shahzoda Shoh G'arib Mirzoga bir Hazrat Navoiy o'zlarining nasihatlarini aytadilar. Shu nasihatlarining ichida tarixga murojaat qilganda qanday mezonlar asosida yondashmoq zarurligini Hazrat Navoiy uqtiradilar. Va aytadilar: "Vagar tarix sori aylagin mayl, muni bilgachgina ish qildi har xayl. Ne ishtin mamlakat obod bo'ldi, qayu ishtin ulus barbod bo'ldi" degan bir fikrlarni keltiradi. Va agar sen tarixni o'rganmoqchi bo'lsang, tarix ilmi sari qadam tashlaydigan bo'lsang, ikkita mezonga amal qilgin deydi. Har bir guruhning, har bir sulolaning, har bir davrdagi hukmdorlarning faoliyatiga baho berganda ne ishtin mamlakat obod bo'ldi birinchisi. Ikkinchisi qayu ishtin ulus barbod bo'ldi. Va mening nazarimda men kitob bilan tanishish jarayonida shunga amin bo'ldimki, garchi bu kitob ensiklopedik kitob bo'lsa-da, Lazizjon juda katta bir mahorat bilan
muayyan mamlakatlarning ba'zan tarixi haqida, ba'zan tashqi dunyo bilan munosabatlari nuqtai nazarini baho berganda tag matnda ochiq bir shaklda emas, tag matnda bu mamlakatning taraqqiyotiga nima sabab bo'ldi? Uni qanday bir omillar tanazzulga olib keldi? Ana shu jihatga ham bir e'tibor berib ketganligi bu kitobning ahamiyati qanchalik katta ekanidan dalolat beradi. Va bu kitobning ahamiyati haqida gapirganda men yana bir jihatga alohida urg'u bergim keladi. Bu kitob garchi dunyo mamlakatlari haqidagi ma'lumotlarni jamlagan bo'lsa ham, ularning markazida O'zbekiston turadi. Aksar mamlakatlar, ayniqsa rivojlangan davlatlar haqida fikr yuritilar ekan, O'zbekiston bilan munosabatlari degan alohida bir demak bo'limda ikki davlat o'rtasidagi siyosiy, huquqiy, savdo, iqtisodiy, madaniy, ma'rifiy munosabatlar bu yerda juda ham ishonchli ma'lumotlar asosida yoritiladi. Boshqacha aytganda, ushbu kitobda dunyo mamlakatlari hayotiga O'zbekiston nuqtai nazaridan o'zbekning o'tkir nigohi orqali nazar tashlanadi. Muallifning ana shu mezondan yondashgani ayniqsa ahamiyatli ekanini ta'kidlash kerak. Men mana shu mezonda yondashganini ko'rganda ustoz Abdulla Oriyevning bir satrlari yodimga keldi. Balki chaman bo'lar dashti Karbalo, balki bihisht mavjud yulduzlar aro, mening O'zbekiston vatanim bordir, ularning baridan a'loroq, a'lo degan satrlari yodimga keldi. Va ta'kidlash kerak, Lazizjon haqiqatan bir shu millatning bir fidoyi ziyolilaridan biri sifatida Qanot degan bir loyihaga asos soldi. Bu loyihaning ahamiyatini men alohida ta'kidlagim keladi. Chunki juda ko'p ijodkorlar, shoirlar, yozuvchilar, olimlar ijod bilan shug'ullanadi, ilm bilan shug'ullanadi, tarjima qiladi muayyan bir asarlarni. Lekin uni nashr ettirish masalasida ba'zan imkoniyati tor keladi. Ana shunday vaziyatlarda Qanot loyihasi ko'pincha yordamga keladi. Bu Qanot loyihasi orqali Lazizjon qancha ko'ngillarni obod qildi. Qanchadan qancha bir yuksak bir ma'rifatni o'zida aks ettirgan, yuksak badiiyatni aks ettirgan, millatning badiiy didini, adabiy idrokini tarbiyalaydigan bir kitoblarni nashr ettirdi. Buni yana yangidan yangi, yana ham to'ldirilgan mukammal bir nashrlarni ham ko'rib, ana shunday bir kitob bayramlari tarzida nishonlamoq hammamizga nasib etsin. E'tiboringiz uchun katta rahmat.